Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan Qasqal dinamlik programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gülşen Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugun Xitoy qulaydigan Qasqal dinamlik programmamning 39-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Ro'za Ramazonlarimiz davomlashyotdi. Xitoyga qarshi muloyizalarimiz Xitoyning qo'laydiganligiga oz qo'yayotganligi, Xitoyning cho'kishiga qarab izlanayotganligiga oid munozaralarimiz cho'nqirlashmayotdi. Bugun men sizlar bilan yana Xitoyning qo'lashga qarab izlanayotganligi, Xitoyning qo'lishining siz va men o'ylagandan tez va tasadduqan bo'lganligiga oid muloyizalarni yana cho'nqirlab iboramiz. Albatta paktlar so'zlaydi. Dünya vaziyatida jiq cho'ng o'zgarishlar bo'lyapti. Do'st dushmanlar chambrigida, dunyo tamponligida naytim cho'ng o'zgarishlar bo'lyapti. Qaysi xabarni oldiga ilib, qaysi xabarni oqsa qo'yishdimi? Men qiyinchilikqa duch kelib qolyapman. Jiq dunyo asosiy jihatdan hozir Xitoyning bir baloy ofat ekanligini, dunyoga bir ofat, bir dunyo uchun foydasiz bir axlat ekanligini, dunyoga zo'mgarlik qilish bilan mavjud bo'lib turayotganligini, bu zo'mgarlikni qanday oxirlashtirishda dunyo davlatlarininki bu zo'mgarlikka qarshi Xitoyni qanday bir jazolash haqida dunyo davlatlari qanday tadbirlarni olib berish haqida jiddiy munozaralar va muloyizalarni olib beryapti. Demak, dunyoning o'rnidan turishi Uyg'urlarning o'zini isbotlayotganligining, Uyg'urlarning Xitoyninki 80 yillik assimilyatsiya siyosati ostida nimalarga duchor bo'lganligini untinsiz isbotlayotganligininki natijasi. Shuning uchun Uyg'urlar hargiz umidsizlanmasligi kerak. Davomli deb kelayotganga o'xshash. Uyg'urlar parlaydigan vaqtlarga bek oz qoldi. Bugun yana Xitoy haqida muloyiza olib boramiz. Xitoy haqida muloyiza olib borgan vaqtida Xitoyninki ichki ahvoli, tashqi, dunyoviy, xalqarodagi o'rnining qanday bo'layotganligi, mushahlarda muloyiza olib borgan vaqtimizda, biz Xitoyni tushungan vaqtimizda, dunyoni tushungan vaqtimizda biz deb o'chog'da Xitoyninki hozir o'zi o'ylagandek undaq bir emasligini, Xitoyning burunqidek go'kraydigan holatining yo'qligini, Xitoyning borgan siri asta-asta qadamma-qadam tinch holda bir hanga qarab ketayotganligini ko'rib olamiz. Bugun men programmamni shunda 3 turli o'rlashtirdim. Birinchisi muqaddima, undan keyin markaziy ideya, undan keyin xotima. Markaziy ideya qismida İran'nınki O'rta Sharqdagi o'tgangi programmalarimda men Iranni Xitoyninki O'rta Sharqdagi jariyasi deb olgandim. O'rta Sharqdagi bir g'olchisi. O'rta Sharqda Xitoyni 20-30% tuvan neft bas bilan, azon neft bilan ta'minlab Xitoyninki mushu dunyoga zo'mgarlik qilishiga yantayoq bo'lib berayotgan, Xitoyning kundan kunga ichirqab ketayotgan ashu neft ehtiyojini qondirishda muhim rol o'ynayotgan shunday bir davlat ekanligini, ham O'rta Sharqdagi Xitoyning Uyg'urlarni vatan ichida tutqun qilib, turmalarga tashlab, lagerlarni ichib, shunday qilayotgan ahvolda tashqi dunyo qarta dunyo halqagan terrorlik zo'migarligini Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti orqali olib berayotganligi, ham Shanxay 5 hamkorlik tashkilotining O'rta Sharqdagi bir vakilining İran ekanligini ko'p ta'kidlab o'tgandim. Bugun yana shu haqda cho'nqirlab muloyiza olib boramiz. İranninki butunlay islom davlati o'zini deb atagan bilan hech qanday bir islomdan asar qolmaganligi, Uyg'urlar haqida, Uyg'urlarning organlarining Xitoy tarafidan halol organ qilib setilayotganligi, Xitoyning Uyg'urlarni markaz qilgan holda halol organ savdosi degan bir zanjirni shakllantirganligi, mushlarga Xitoy Iranning ko'z yumayotganligi, hatto Qur'onlarni ko'ydirayotgan, jay namozlar uydan chiqqanligi uchun, Allohu akbar deganlik uchun
20 yıllap, 30 yıllap, 10 yıllap kesilip ketip atkan kişilerin bağlılığa, camilerin ıslı oynaydığı yerlerge aylandırıp koyulganlığa qarmay, İran mana şundaqı galçılığını qılıp keleglik Xitayninki eğer Uygurlar hakkında bir eğiz gap qığa vaqtida bu soda dostluğa bütünley çak çeketini dest ketken buldum. Ötken kısım programlarımda men yana ta'kidlab o'tgandim. Tarixda Qur'onning ki asosiy islomning to'riki axloq prinsiplaridan ayrilib qolgan, hadini ishib ketgan adolatsizliklarning tarafida bo'lgan Ad qavmi qatorliq bir qanchalar qavmni Allohning jazolaganligi haqida. İnşallah Molla hakimiyeti İran'ınki jazolangan kunlarga az qolgandi. Unda bo'lsa men programmamdan kirib ketdim. Men muqaddima qismida dunyoda bo'lib o'tayotgan nurg'un Uyg'urlarninki ahvoliga, Uyg'urlarning vaziyatiga, xalqarodagi o'rniga va xalqaro tonilishiga hassa qo'shgan bir qanchalar voqealarni tilga o'tib o'taman. Nurg'un bu yoldan yol mengayotgan qarindoshlarimiz nurg'un, ammo buning ichidagi bir qanchisini men misol qilib o'taman. Ama yaqinda Avstraliyaninki federal sudi Uyg'urlarninki Avstraliyaning Kmart ustidan sungan bu şirketning Uyg'urlarning majburiy emgigiga javobgar ekanligini haqidagi sungan arzini qabul qilib deloni qarab chiqishga boshlaganlar. Deloni qarab chiqishga rasmiy boshlagan. Bu davoni Avstraliyadagi Tangritog' Uyg'ur ayollar jamiyati boshlagan. Bu jamiyatning raisi Ramila Chanishev hanım. Bu mu dunyoda nayta zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Har qaysi axborot vositalarida e'lon qilinib, bu Uyg'urlarni to'ntishda, Uyg'urlarning Xitoy tarafidan majburiy emgakka majburlanayotganligiga oid Xitoyning jinoyatlarini dunyo to'ntishda nayta muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa ikkinchisi Germaniyaningki Myunxen shahrida dünya munbiri yig'ini bo'lib o'tdi. Bu yig'inga qatnashgan Dunyo Uyg'ur harakati tashkilotininki raisi Roshan Abbas xonim ham o'z navbatida Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetininki raisi Roshan Abbas xonim nayti o'tkir so'zlarni qilib bu yerda Uyg'urlarning ahvolini anglatdi. Roshan Abbas xonim dunyoga nayti keskin xitob qilib shundoq dedi. Bugungi kunda vatanim to'liq saqchi davlatiga aylandi. Kiygan kiyimlaringiz, haydigan mashinalaringiz va yeyotgan yemekliklaringizning hammasi xalqimning qon tari va ko'z yoshlari bilan bulg'angan. Uyg'ur qirg'inchiligi yangi zulm modelining markaziy nuqtasi. Agar biz sukut qilsak, Xitoy erkin dunyoni parchalaydi. Hech kim Uyg'ur qirg'inchiligidan foydalanmasligi kerak dedi va shunga o'xshash o'zininki hadisi Gulshan Abbosninki turmada ekanligi, Xitoyninki o'zidan o'chilish uchun hadisni turmaga tashlaganligini va dunyo aylanib hadisning va Uyg'ur xalqining davosini qilayotganligini nayt jonli holda o'tirib qo'yib o'tdik. Zallar guldiras alqi sadolar bilan to'ldi. Hamma kishilar o'rinlaridan turib ketishdi. Undan boshqa yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan o'tkazilgan bir guvohlik berish yig'inida Tibetlik bir o'quvchi, ya'ni T Dorji degan bir o'quvchi so'z qilib Uyg'urlar masalasini tilga ilib o'tdi. U so'zida Uyg'urlar 1 milliondan ortiq Uyg'urning jazo lagerida ekanligini, chet ellarda o'z taniydigan Uyg'ur do'stlarining ichida kam deganda har bir kishining oilasidan kam deganda birdan kishininki
jazalarga ekanligini yaxshi sharhlab o'tdi. U o'quvchi, tibatlik o'quvchi shundoq dedi. Agar sening davlatingda Xitoyni qayd qilib turib shundoq dedi. Agar sening davlatingda bir terrorist bo'lsa, u chaqda u sening davlatingga masala bo'lib hisoblanadi. Agar sening davlatingda milyonlagan kishi terrorist deb qaralgan bo'lsa, milyonlagan kishi lagerlarga turmalarga tashlangan bo'lsa, sen bir masala bo'lsa, sen insonlikqa bir masala bo'lsa, dunyoga bir masala bo'lsa, sen o'zingni bir qarab chiq degan ma'noda keskin so'zlarni qildi. Apirin dunyoni shundoq yuqorida men tilga o'tib ketgandek Ramila xonim, Rushan Abbos xonim, mush tibatlik o'quvchi o'xshash nurg'unlagan adolatparvar kishilar mustaq o'zining ovozini chiqarish orqali dunyo adolatsizligiga qarshi jang e'lon qilindi. Shuni qilib kelyotdi. Shuning uchun adolat hech vaqt sunmaydi, kechikishi mumkin, ammo sunmaydi. Undan boshqa shu yaqinda Xitoyninki 2018 dekabrda Kanada, Amerikaninki talbi bilan Huawei shirkatininki yuqori darajalik amaldori Meng Jianjun tutqun qilgandan keyin Xitoy Michael Korig degan bir kanadalik kishini shu go'rak evagan hech qanday paksiz, hech qanday bir dalil isbotsiz holda go'rak evagan Michael Korig Facebook qatorliq shu ijtimoiy taratqush sifalarida maqola e'lon qilib Kanadani, Yevropa birligini va dunyodagi liderlarni Xitoyga borgan vaqtida xuddi Xitoyni so'roq tatmasdan turib Xitoy bilan savdo kelishimlar imzolashning bir normal ahvolga aylanib qilishdek vaziyatni shakllantirayotganligini intayin tanqid qildi. Michael Korgninki men yozgan yozmalarini ozroq tarjima qilib qo'ygandim. Sizlarga asos mazmunni aytib beray. 2018 dekabrda shu Kanada, Amerikaning talabi bilan Huawei shirkatining yuqori darajalik amaldori Meng Jianjun tutqun qilgandan keyin Xitoy meni qo'lga oldi. Ular meni oylar bo'yi yolg'iz qilmab, har kuni so'roq qildi. Michael Korig Xitoyda 1019 kun go'rak elinib turgan bir chet ellik shundaq go'rak elinib turgan Xitoy buni Uyg'urlarga chunqurlab beryapti. Chet elda faoliyat berayotgan Uyg'urlar uchun vatandagi urug' tuqqanlarni, ota-onalarini go'rak bilib, agar sening chet eldagi urug' tuqqaning yoki balang qizing Xitoyga qarshi harakatlarni to'xtatsa, seni qo'yib beramiz degan mushtaq shart bilan go'rak bilish jinoyatini o'tkazib kelyapti. Kanadalik bir jurnalist yozarmi shu shundaq Uyg'urlar duch kelgan ahvolga duch kelgan. Xitoy meni qo'lga oldi. Ular meni oylar bo'yi yolg'iz qolmab, har kun so'roq tatdi va bir parchami isbot ko'rsatib bermadi. 2021 yili men faqat Amerika Meng Jianjun ustidagi o'zaro almashtirish davosini to'xtatgandan keyin ozod qilindim. Xitoy bu ishni hech qachon rahin ilish deb atmadi. Hozir Yevropa diqqat qilish kerak bo'lgan nuqta mundaq. Meni shu go'rak evagan mantiqini Xitoy hozir Kanadaning kanola, ya'ni qishchi meyiga, qishchisiga, Germaniyaning avtomobil sohasiga tahdid o'rnida ishlatyapti. Yevropa ittifoqini shu Xitoyninki davlat yordam puli bilan qo'llab-quvvatlagan, erkin bozor yaratmagan, faqat Xitoy mablag' selib qo'llab-quvvatlagan mallarni to'shyapti. Buni bir strategiya, shu tadarik zanjiri, ya'ni shu ta'minlash zanjirini qurol qilib ishlatyapti. Bu bir bularlam emas, yana shu kam uchraydigan elementlar. Nima?
немесе de işletip Xitay. Bunu öz kontrol qilib berdi. Yuqoridagi ahvollarni kontrol qilib berdi. Bu iqtisodning o'zaro bog'lanishini qurolga aylantirib borganligini bu yerda tanqid qilyotdi Michael Korik efendi. Onundan başqa yana shundaq deydi Michael Korik efendi, men Saddaj Zeytin bilan bo'lgan ziyoratda, ya'ni Saddaj Zeytin degan Yevropadagi bir nüfusluq bir televiziya kanalı, shu televiziya kanalının ziyoratini qabul qilganda men Germaniyaningki Zontingi Merzninki Xitoyga borganda nimalarni deyish kerakligini men o'tirib qo'ydim. Hozir deydi yana bu Michael, Beijing'e bardigan her bir g'arblik lider öz aldığı alayet sebeplerini ko'rsatdi. Lekin hammasi Xitoyninki qilganlarining hech qaysisining so'roq tatishni xohlamay, Xitoyga patronus qilgandek, egilgandek, xushamat qilgandek, Xitoy bilan hisob so'ramay turibmi kelishim hosil qilgan bo'ldi degan bir soxta bir holatni shakllantiryotdi deydi. Ondan başqa Xitoyninki Rossiyaga bo'lgan yardım bo'lmagan bo'lsa, Ukrainadagi urush ehtimol burilib oxirlashgan bo'ladi. Bularni Yevropa bilib turib, nemishki Yevropa nima uchun bularni Yevropaga nisbatan bu nima ma'noni berdi? Yevropa nima uchun hozirgacha Xitoydan hech qanday bir bedel talab qilmaydi? Mush o'tkazgan xatoliklar, Xitoyning jinoyatlari uchun hech qanday talab qilmaydi deb yozdi Michael efendi. Buni aytdi o'tkir Xitoy qarta bir o'tkir isyankorlik ruhi. Bu dunyoning hamma yerini qoplayotdi. Bularga yana biz o'tganda Germaniyada o'tkazilgan dunyo bexatarlik yig'inidagi Michael Rubio efendining Yevropani eskartib shundaq deganlarni, ya'ni biz Yevropaning bolalari, biz Yevropa bilan biz bir oila kishilari, biz Yevropa sizlardan ansiravyapmiz, sizlarga qattiq qo'l muomala qilayotganligimiz, sizlardan ansiravyotganligimiz, sizlarning Xitoy bilan bek birlashib ketib, Xitoyning to'zg'iga uchib ketayotganliginglar, sizlarning Xitoyninki mushundaq qapqiniga tushib, Xitoyninki hiylagar, zumigar, saxta mushundaq diplomatik munosabatlarning quli bo'lib qilayotganliginglarga ichinyapmiz degan so'zlarni qo'shgan vaqtimizda dunyo hozir butunlay Xitoyning bir razil mohiyatini, dunyoga hech qanday bir manfaat bermaydigan zumigar, hamma yerni besivasam, hamma yerni o'zimning qilasam deydigan kishilik huquqlarni oyoq osti qilgan bir mohiyatini asta-asta to'nib ketmoqda. Shu Germaniyaning bosh ministrininki Xitoyga berishini, bu Xitoyga bir yolg'irg'uchi sifatida emas, balki Yevropaning nomidan naydi mardon oldi Xitoyninki o'tkazayotgan jinoyatlarni tilga ola oladigan darajada shunaq berish kerak deganni o'tirib qo'ygan maqolasida. Michaelning bu maqolasi tashqi dunyoda alqışlandı. Bundaq maqollar bek bağan sari küçüyotdi. Hem bu Xitoyninki moyitin dunyoning bir kuni o'rnidan dastirib ketadiganligi. Uyg'urlar bir chatda qilib, Uyg'urlar uchun dunyoning o'rnidan dastiradiganligining beshorati. Shuning uchun biz hargiz umidsizlanmasligimiz kerak. Uyg'urlar har vaqt aktiv, har vaqt biz vatanga mustaqil bo'lganda nimalarni qilishimiz kerak? Biz yangi vatanimizni qanday qurib chiqishimiz kerak? Degan masalalarni ko'nglida o'ylab, ko'nglik pukib turish kerak deb o'ylayman. Undan boshqa Uyg'urlar haqida yaxshi xabarlarning birisi yaqinda Amerikaning bosh ministri Donald Trump efendim Amerika Avam Palatasida nutq so'zlab o'zininki shu vazifaga o'tagan bir yildan buyongi xizmatlardan doklad berib, qaltis alqishlarga erishdi. Bu bir ayrim programma bo'ladi, lekin armon tushliq darmonlar bo'lmadi. Bakchiq
bək jiq ishlaydigan ishlar. Bularni asta-asta qilamiz deb o'ylayman. Donald Trumpningki shu xizmatlardan doklad berish yig'iniga Avam palatadagi shu Uyg'urlardan bir vakil qatnashdi. U bo'lsa-mu hozir Xitoy turmush etayotgan Gulshan Abbosning qizi Zibani alayda taklif qilgan bir millat vakili. Ziba atlas sharpalarini bo'yniga isib shu so'ringa Amerika Avam palatasidagi Donald Trump efendimning doklad berish marosimiga qatnashgan. Bu Uyg'urlarning unutilib qolmayotganligining bishorati. Unutilib qolmayotidi. Bu faqat Uyg'urlarning arxivlari yig'ilyotidi. Men o'tganki bir qism programmamda shu bambukning hikoyasini so'zlab bergandim. Bambukka suv quysangiz 5 yilgachilik yerning ustiga unib chiqmaydi. 5 yildan keyin baxsirdi. Agar siz bu unmidi, shuncha suv quysammi, shuncha parvarish qilsammi, hech bir unmidi, bu o'lib qolgan o'xshaydi, unmaydigan o'xshaydi deb voz kechsangiz, dunyodagi birinchi nomerlik kuchlik bo'lgan bambukdan ayrilib qolganligingiz haqida so'zlagandim. Bu Uyg'urlarning ahvoli mana shu bambukka o'xshaydi. To'xtamay suv quyishimiz, to'xtamay parvarish qilamiz, to'xtamay o'zimiz qila oladigan ishlarni qilib Uyg'urlarning kelajak istiqboli uchun to'p qo'shishimiz kerak. Uyg'urlarning masalalari ko'milib qolmadi. Ziba xonimninki Avam palatadagi Donald Trump efendimning doklad berish yig'iniga qatnashtirilishi bu bir signal. Uyg'urlar, sizlarni biz hargiz unutib qolmayapmiz. Sizlar bor, ammo dunyoning ishlari bek nurg'un, buni yetish bo'lmayapmiz. Lekin sizlar bor, bir kuni sizlar o'tirib chiqsizlar, dunyo sizlarni qutulib chiqadi degan bir signaldan iborat. O'tgan qism programmalarimda men shu xatir yozish haqida bekchiq ta'kidlagan. Hech ish qilmasaqmi o'zimizning xatirimizni yozaylik. Xitoy qirg'inchilik ipagandan keyin nima kunlar beshimizdan o'tdi. Har birimizning o'zimizga xos ayrim bir hikoyamiz bor. Mushlarni yozaylik. deganni ko'p ta'kidladim. 2023-yili Istanbul 20 leksiya faoliyatidami 3 parcha leksiya so'zladim. Shuningki birsida Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi qirg'inchilik adabiyoti degan temamda buningda xatir yozishning qancha qimmatli ekanligini ko'p ta'kidlagandim. Xatir yozgan vaqtimizda hech ish qilamadim demaylik. Shu xatirlarimizmi kelajakda shunday bir ish yaraydi. Xatir yozgan vaqtimizda, bir ish qilgan vaqtimizda, oz bo'lsa-mu bir ishlarni qilgan vaqtimizda biz Xitoydan chekchegini ayirib turgan bo'lamiz. Xitoyni kuchlik deydigan bir ideyadan voz kechgan bo'lamiz. Xitoy bilan apaq-chapaq bo'ldigan, Xitoy kichikkina bir narsani sunib qo'ydigan, biz uning yo'g'on bir narsani hadiya qilib beradigan, kelishim nomiliq berib kelishlardan, kelishim nomiliq Xitoyga yaqin bo'lishlardan uzoq holat turgan bo'lamiz. Yaqinda Erkin Sidiq akamiz o'zininki undidarida nima 100 bitik sahifasida va ma'rifat to'g'rida xatir yozish haqida bir parcha maqola e'lon qildi. Yahudi qirg'inchiligidagi 14 yoshli qiz Anning xatirsi shu chaqda qizilingandan keyin dunyoda nihoyat qo'l qo'zg'ab shu Yahudi qirg'inchiligi yuksak darajada kun tartibga kelgan. Shuni bilib olishimiz kerakki, Uyg'ur qarindoshlar, Uyg'urlarning hozir ilib berilayotgan, Xitoy ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik bu odatdagi irqiy qirg'inchilik emas. Bu nihoyat cho'ng bir qirg'inchilik. Biz kelajakda buni og'zimizni ichib hayron qolib qolamiz. Xitoyning o'tkazayotgan jinoyatlari, satchiliklari, Amerikadagi Epstein hujjatlari degandan battar necha hassa ustun. Shuning uchun Uyg'ur qirg'inchiligi odatdagi bir qirg'inchilik emas. Uyg'urlarga ancha-muncha ko'zir berib, qo'liga bunday bir nimalarni ko'rsatib, voy vatanga kel deb chaqirishlar. Da nurg'un Uyg'urlar yana men hech nima qilmaganligim uchun, tashkilotlarga qatnashmagan, namoyish chiqmaganligim uchun, mo'kib yashaganligim uchun, Uyg'urlardan qochib yashaganligim uchun vatanga borsam bo'ldi deb o'ylaydi ekan. Undaq emas. Bu butun Uyg'urlarga
Bütün Uyg'urlar umumyüzlük ip berilayotgan qirg'inchilik. Men behchiq so'zlab ketdim. Endi men programmamninki markaziy ideyasiga ko'chib ketay. Shu bugun İran bilan Xitoyninki do'stlik shekar yaltilgan hay do'stlik. İslamның haq adolat prinsiplarini birga qarib qo'ygan, hatto cho'rib tashlayotgan, hatto unutib qolgan. So'zda islom davlati mohiyatda shu pravinga aylanib qolgan Xitoy İran molla hokimiyatiningki Xitoy bilan bo'lgan apaq-chapaq munosabatlari haqida texim cho'nqirlagan holda muloyiza ib beramiz. Bu cho'nqirlash, bu muloyizalarni ib borgan vaqtimizda biz aqlimiz hayron qoldi. Xitoyning qanchalik darajada bir qandaq ahvol qilib qolganligini. İran ming yillik davlatchilik tarixiga ega bir davlat. İran xalqi Iroq va Afg'onistonninki xalqiga o'xshamaydi. Noit yuqori ma'rif tarbiyasiga ega. Ular ko'plagan tillarni bildi. Ingliz tilida noit ravon. Ko'rgansizlar ko'chalarda chiqqan namoyishchilarga muxbirlar mikrofonlarini sungan vaqtida mulla hokimiyat, diktator mulla hokimiyat çüş deb nayt qo'rqmay jasorat bilan ingliz tilida intervyularni berib so'zlayotdi. Xitoyninki eng qo'rqayotgan Xitoydagi shu namoyishchilarning qo'rqayotgan bir nuqtasi bor. U yana bir qitim 1989-yildagi Tiananmen voqeasining shu Irandan chachirashlarning Xitoyga ta'sir qilib, Xitoydami shundaq 1989-yildagi Tiananmen voqeasining yana bir qitim qayta shakllanib qolishdan intayin qo'rqyotdi. Chunki Xitoymi shunchalik diktator, ham Xitoy İranmi chiriklashib ketgan o'xshashlik taraflari pul paxolligi, Xitoyning pul paxolligina ait ig'ir Xitoy pul bozorini, erkin bozorni kontrol qilib olganligi uchun Xitoy yasalma holatda shuncha ko'rinib turibdi. Lekin pul paxolligi Xitoyda munayt ig'ir chiriklik, İrandagi chiriklikning natijasida qat-qatiga singib ketgan bo'lganligi uchun chiriklik. Xi Jinping chiqqandan keyin chiriklik sababi bilan o'zining eng yaqin turadigan odamlarning, cho'ng generallarning, cho'ng shu hokimiyat sohasidagi kishilarning chirikliklarini tozalab bo'lolmay, hozir nurg'un ishki qismda bu chiriklik bu ishki ziddiyatlar, huquq taltish kurashlarining eng asosiy negizimiz bo'lib turibdi. Xitoyning shu nemining İranning buguni Xitoyning atisi bo'lib qolishi ehtimolligini aytdi, qash bilan kirpikning oralig'ida. Endi Venezuela va İrandan iborat ikki diktator davlatga berilgan Amerikaning zarbisi. Venezuelani voy Xitoylar tahlil qilib ketgan, voy Xitoy bu yerga patqaq bitib qoldi, Venezueladan chiqolmaydi, undaq mundaq bu yerda radarlarni avatdi. Xitoy nayt qurollarni avatdi, nayt kuchli askarlar va oqay-shaqqay deb yomon hayajonlanib so'zlab ketgan. Lekin yarim soatda Maduroni uxlayotgan yerini ayoli bilan tutib Amerikaga keldi. Hozir Hörmüz bo'g'izida butun Amerikaning nupusliq Lincoln qatorliq avtomatkalari yig'ildi. Butun ilg'or qurollarni, aeroplanlarni taxlab qo'ydi. Faqat buyruq Donald Trumpning buyruqini saqlab turibdi. Ur degan buyruq bilan balki men programmani ishlayotgan vaqtlarda Amerika Iran urib o'tishi mumkin. Ikki diktatorni ikki jihatdan Amerika yo'q qilmoqchi bo'ladi. İranninki shu yadro qurollarini yo'q qilish masalasi haqida İranni qo'llayotgan, aqsda turayotgan Amerikaning shunday qattiq iqtisodiy jazolarni, dunyoning shunday qattiq jazolarni begini qarmay, İranni oqib turib shunday qo'llayotgan Xitoyning yadro qurollari qandaq? U hozirgacha shu Lobnurda bizning vatanimiz Lobnurda yadro siniq ilib berilgan 70-yillardan tortib hozirgacha. Buni Amerika bilmam desangiz bildi. Ammo ikkinchi İran urilib bo'lgandan keyin yadro qurollari sababini urilib bo'lgandan keyin cho'qim Amerika bizning Xitoygami shundaq bir taklifni qo'ydi. Donald Trump efendi 4-oyda
Xitoyga bo'lgan ziyoratini oxirlashtirib kelgandan keyin yana ahvollar yana boshqacha bo'lishi mumkin. Men programmamning oxirgi xotim qismida Lupnordagi yadro qurollar bazasini Xitoyninki yadro qurollar sinqining haqida yana ozroq to'xtalib programmamni oxirlashtiraman. Mushu Venezuela bilan Irandan iborat ikki diktatorga, dunyodagi Xitoyning ikki cho'ng qo'liga mundaqcha aytgan vaqtida o'ng qo'l, so'l qo'l vazirlariga Venezuela Xitoyninki Janubiy Amerikaga qo'ygan Janubiy Amerikadagi eng cho'ng sheriki Amerikani o'tishdiki ko'rgi bo'lgan Iran bo'lsa o'rta sharqdagi bir qo'li mundaqcha aytganda mush ikkisini urushiningki ko'ringan va ko'rinmagan ikki yuz va ko'ringan yuzi Venezuela va Ironga zarba berish, ko'rinmagan yuzi Xitoyni urish, quyruq ko'rsatib o'pka setish. Yana birisi qizim sana aytay kelinim sen angla. Endi neft jihatda dunyoga qo'lini shundoq so'zgan Xitoy mushtaq tarafga to'rilishib qoplanib ketgan qayerda neft bor Xitoy qo'lini shayga ustoqliq. Birinchisi Venezuela neft ishlab chiqarish jihatda, ikkinchisi Arabiston, uchinchisi Iran, to'rtinchi o'rinda Kanada turib kelgan. Xitoy Venezuelaga ham 68 milliard mablag' solgan. Mushlarning hammasi yo'qolib ketdi Xitoy uchun. Bu iqtisodiy ziyon Xitoyga. Ondan keyin Venezuela'ningki neft pek sap neft bo'lib, mush sap neftning 70-80%ni Venezuela neftiningki 70-80%ni Xitoy import qildi. Kelgan. İran 2025-yilda kuniga 3,125 bilan 3,3 million varil xam neft ishlab chiqarilgan bo'lib, buningki 80-90% Xitoyga setildi ekan. Xitoy dunyodan oladigan bütün neftninki 11%ni Irandan oldi ekan, ammo 11% neftni shu Nightwan bahada 20-30% azam bahada dünya bozoridan, dünya neft bozoridagi bahodan 20-30% atrofida tuvan setib keliklik hozircha Xitoyga. Endi bu yerda o'tirdi bir 400 milyard dollar bir mablag' bor 25 yillik. Bu haqda yana cho'nqirilgan holda, buning mohiyati haqida cho'nqirilgan holda bir qarab boqaylik. Xitoy İran bilan 2021-yili 25 yillik 400 milyar dollarlik mablag' selish kelishimi imzolagan. Buning 280 milyard dollari İranninki energiya sohasi uchun, 120 ming dollari İranning ichki qismidagi ul muassasalar qurilishi uchun. 2021-yildan burun Xitoy İranga tuzak mablag' solmay kelgandi. Chunki İran Xitoy qanchalik yaloqchilik qismi, ammo Xitoy İranni mansitmay, ko'zga ilmay kelgan. Undan boshqa İranni mablag' solishda ishonchsiz bir davlat deb qarab kelgan. Shu Xitoy İranga nisbatan ehtiyotchan muomala qilib kelgan. Ammo Xitoyninki g'arbga qarshi O'rta Sharqda cho'qim bir strategik kozir bo'lish kerakdi. Shu sababdan faqat 2021-yilga kelganda amal yo'q İranni g'arbga bo'libmi Amerika qarshi bir kozir sifatida she'r qilib tanladi. Amerika İranni eng ig'ir iqtisodiy jazolar bilan jazolantirayotgan bir paytda Xitoy dal buni aksicha İranga 25 yilda 400 milyard dollarlik mablag' solganligini e'lon qildi. Bu mohiyat jihatda yana bir jihatni aytgan vaqtida İranni mukofotlash, İranni kuchlantirish, İranni jasoratlantirishdan iborat. Ammo shu o'ylash baqayli qarindoshlar, 400 milyar dollarlik mablag'ni İran bir ig'iz jumla, bir haq adolatni tilga ilib qo'ygan vaqtida bularning hammasi xonavayron bo'lib ketdi, yo'qib ketdi Xitoy bilan bo'lgan. U nima? Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi. Uyg'urlarning organlarini
halal organ ticaret qilib setayotgan Xitoyninki jinoyatlarni tilga qo'ygan vaqtida yoki Uyg'ur musulmonlarga majburiy emgaklikni yo'l qo'yayotganligi, Uyg'ur musulmonlarining bir Qur'onlarni uylardan tatib açıp ko'ydirayotganligi Xitoyning. Buni to'xtatish kerakligi, jay namozlarning chiqib qolgan vaqtida 10 yillab va nurg'un turmalarga tashlanayotganligidan iboratmish. Bir jumla so'zni Iran tilga qo'ygan vaqtida bu 400 milliardlik Xitoy bilan bo'lgan kelishim vayron bo'lib ketdi. Undaqda bu bir ishonch ustiga, adolat ustiga qurilgan do'stlik Xitoy bilan bo'lgan. Bularni o'ylashimizga to'g'ri keldi. Mushunda Xitoyninki Iran Amerikaning ig'ir iqtisodiy jazolari bilan urilayotgan bir paytda Iranni qutqizishga kelishning oqisida faqat bir narsa yoshiringan, o bo'lsa Irandan oldigan azam neftni ishonchlik olib keltirish, uzun muddatlik va ishonchlik ahvolga keltirish. Iranmi sukut qiladigan, har narsaga sukut qiladigan, Uyg'urlar üstüne ipirilayotgan qirg'inchiliklarga sukut qiladigan Xitoy tarafmi buning badaliga pul to'laydigan. Ya'ni Qur'onni, islomni pulga setish bu yerdagi mohiyat mushu bo'lib hisoblanadi. Buni Alloh qanday jazolantirdi, buni keyingi kunlarda yana ko'ramiz. Iran nefti Amerikaninki savdo va iqtisodiy jazolar sababidan xalqaro bozorlarga erkin setilishi cheklanganligi uchun bu fursatni nihoyat g'animat bilgan Xitoy Iran neftini bozor narxidan 20dan 30%gacha arzon setib oldi. Mohiyatda Xitoyning Iran silayotgan bu mablag'i bir yordam emas, balki bir istroxoniya, ya'ni sigorta deb qo'yamiz turkcha bir ish, ya'ni energiya sug'urtasi. Bu Irandan oldigan neftning uzun muddatlikligi va davomli izchilligiga, hech qanday urush bo'lgan vaqtlarda to'xtab qolmaydigan, Amerika jazo berganlardimi va boshqa har qanday dunyoda har qanday ahvollar yuz bergan ahvollardimi to'xtab qolmay Xitoyga arzon neft bilan ta'minlaydigan shunday bir energiya sug'urtasidan iborat. Bu har qanday bir ish chiqqan yoki urush bo'lgan chog'larda Xitoyning asla energiyasiz qolmaydiganligi va neftsiz qolmaydiganligiga oldin ilingan bir istroxoniya pulidan iborat. Mundaqcha aytganda Xitoy bilan mana Iranninki munosabati mana shunday mohiyatning ustida qurilgan. Bu yordam O'rta Sharqdagi Amerikaning raqiblariga qarshi Xitoy ochmoqchi bo'lgan bir oq darvoza. Ya'ni Iranni bir oq darvoza qilmoqchi Amerikaga qarshi. Shundaqla dollar tijoratini chetga qilib, e'tiborsizlashtirib, bu neftlarni Xitoy pul birligi bo'lgan yuan orqali setib olish, energiya sohasidagi pul birligi qilish yuanni. Shundaq bir qora niyatining boshlang'ichi. Buningga Xitoy, buningga Amerika bo'pti deb beramdi. Shundaq qora niyatlarni qilsa Amerika bo'pti deb beramdi Ironga, Xitoyga. Xitoy hamon Iron oqisidan hamon bir kun urildi, ham bek qattiq urildi. Yana bir misol Kanada, masalan Kanada Xitoy bilan yiqilishib, elektrlik mashinalarini akirib, Xitoyning bajlarni tamponlashtirib, ikki taraf shunday qilgan Donald Trump qanday qildi Kanadani? Kanada o'zininki uzun yillik sheriki. Mundaqcha aytganda Kanada bilan Amerika o'tirdi bir chegara bor, shu nimom pasport tekshirish o'rni va shu pasport tekshirish o'rni hisoblanmaganda bir davlat, mundaqcha aytganda keng ketgan bir otaninki ishki bolsiq bo'lib bergan bir murasidaklar. Bular millat ingliz o'xshashdan e'tiqod qildi. Xuddi turklar bilan Uyg'urlardek do'st qadimdan tortib urug'tiqqan bir millat bug'uni qarmay Kanadani Donald Trump efendim shunda qattiq jazolayapti hozirgacha. Ham shu sen Amerika bilan Xitoy bilan yiqilishib ketding, Amerikaning yinda tumuding degan bir sabab bilan hozir Kanadaning
Ontario өлкесini Американың қайсы бір өлкесі тұташтырылған бір көрікке чәклім қойып қойды. Бұныңки ерім пайдасы менің болды деп Америка. Ama şunda kıvat kayada özününki en yakın kıyırınışı uruqtıqını qım şunda kıvat kayada Xitayını muşu İran kıvatkan galçılık sebebidin Amerika Xitayını urmay qalamdı. Hem onundan başqa yana nurgun narsalar var. Yan bir qitim tehrarlaşıqtığı kelse bu dollar hakimiyetini təvirtidigan g'arib bo'libmi Amerika hiç kütmegen bir ittifaq. Dollar hakimiyetini təvirtishini Amerika xalamdı. Herkes xalamaydı. Bularning hammasiga hozir Amerika sukut qilyotdi. Chunki Xitoyni urushni eng oxiriga ib qo'ydi. Xitoy bilan yaqinlashganlarning hammasiga bosh jazosi beryapti, bosh qo'yyapti. Miyada mana Xitoy bilan Amerikaning eng birinchi nomerli dushmani bo'lgan Iran bilan birlashib dollar hakimiyetini təvirtib, dollarsiz yuanga setildigan Xitoyning pul birligini dunyo bozorlariga ib kirdigan shundaq bir ishqa Amerika bo'pti deb qarab turamdi. Hargiz undaq emas. Amerika Yevropa emas. Amerika Yevropa birligiga o'xshash undaq Xitoyninki Xitoy pachins qilib tizilib turadigan bir ahvolga tushib qolgan bir davlat emas. Bu Donald Trump bilan chiqqandan keyin Amerikaning inovatini juqur ko'taryapti. Buningki intiqamini buning uchun Amerika nayt qattiq oldi Xitoydan. Nayt qattiq urgandimi Xitoyni? İnşallah Uyg'urlar o'rinlarimizni dasturib ketamiz. Bu demak, yana bir takrorlasak, bu Xitoy bilan Iranninki ittifoqi mush birliklari kelishimnomlari dollarning dunyodagi hakimiyatini ta'virtadigan g'arib bo'libmi Amerika hech kutmagan, Amerikani beharam qilgan bir ittifoq. Buning jazosini eng oxirida Xitoyni aytdi. Hozir ko'ranglab ketgan bilan eng oxirida qattiq o'taydi. Ya'ni Amerika qarshi Iran bilan Xitoy birlashib oldi degan gap. Ya'ni ikki diktator Amerika qarshi birlashib oldi. Öküzninki müngiziga ursa tuyg'u siqiraydi degandek, shunga Amerikaning Iranni urishi öküzning müngiziga ursa tuyg'u siqiraydi degandek, shunga Amerikaning Iranni urishi yoki urmoqchi bo'lishi ma'lum ma'noda Xitoyni urush bo'lib hisoblandi. Endi Xitoy bilan O'rta Sharqdagi Saudiya Arabistonning munosabatlariga qarab boqaylik. Uzun yillardan buyon Saudiya Arabiston Xitoy bilan neft savdosi qilib keldi. Xitoy dunyodan olgan umumiy neftning 17%ni Saudiya Arabistondan oldi. Saudiya Arabistonga nurg'un mablag' soldi. G'oyat zo'r energiya kelishimlarini imzoladi. Riyod bilan eng kuchli bog'lar qurdi. Qog'oz yuzidagi kelishimlarga asoslanganda Saudiya Arabiston Xitoyga shartsiz bog'langan bo'lishi kerakdi. Ammo Saudiya Xitoyga bek ishinib ketmaganligi uchun Saudiya o'z navbatida yana Amerikaning O'rta Sharqdagi eng muhim strategik sherigi bo'lib keldi. Bu yil 6-oyda Donald Trump efendimning Saudiya ziyorati jarayonida ko'rsatilgan hurmat, Saudiyaning Xitoy tarafga emas, balki Amerika tarafga moyilligi ko'rsatishi ham ajoyib cho'ng sansepirliq bir mablag' selishi Amerikaga, Saudiya Arabistonning. Ham keyin Saudiya Arabistonninki valiahdining Amerikaga bo'lgan ziyoratlarda Amerikaning yuqori hurmat ko'rsatishi Saudiya Arabistonning Xitoyga mayil emas, Amerikaga mayil ekanligini ko'rsatib turadi. Xitoy buni his qiliqliq. Saudiyaning bu xil pozitsiyasini Xitoy o'zi uchun bir xatar deb bildi. Shunga O'rta Sharqda Amerika qarshi Xitoy Iranni qo'lda tutib turishi kerakdi. O'ylab boqaylik. Saudiya Amerikaning sizg'ida, Iran bo'lsa Amerikaga 100% qarshi. Bu xil ahvol kimning ishiga bek yaraydi? Albatta Xitoyning ishiga bek yaraydi. Saudi dollar bilan tijorat qildi. Iran bo'lsa dollar sirtida Xitoy pul birligi yuan bilan tijorat qildi. Saudi boy va paravan, Iran bo'lsa jazolar ostida mablag' sezishga ehtiyojli. Xitoyninki pul birligi bilan tijorat qilyapti Iran.
bu kelajakda Xitoyni urib yetishdiki eng muhim sabablarning biri. Xitoy Saudiyaning siyosiy jihatdagi o'zgarishiga va Amerikaning besim ostida qilishni xohlamaydi. Xitoy Saudiya Arabiston siyosiy jihatdan davomli o'zgarib turguliq. Bir Xitoyga bog'lanib qolgan, İranға o'xshash qul bo'lib qolgan, İranға o'xshash hamma nimaga ko'z yumib turadigan bundaq ahvolda emas. Garchi Uyg'ur masalasida Saudiya Arabiston sukut qilayotgan bo'lsa-mu, lekin İranға qaraganda İranchilik darajada emas. Hem Saudiyaga hem İranға mablag' silish orqali Xitoy har zaman ichirqab ketgan shu neftga bo'lgan ehtiyojini aplab saplab qondirmoqchi bo'ldi. Hozir dunyodan butun hamma qo'lni so'zib, shu 20-30 yilning yog'isi Xitoy dunyoning qayerda neft bor desa, shu yerga yugurib, o'shalarga neftlarni ilib, neftlarni zapas to'plab oldi Xitoy. Chunki o Xitoy o'zining sanoatiga neftga ehtiyojli. Bu neftlarni anankin bununki sanayisi qanchalik darajada bu neft zapaslari qanchalik darajada ishlaydi. Buni keyin oldimizgi kunlarda ko'ramiz. Inshaalloh bu neft zapaslarini ishlatilmasdan Xitoyning sanoati gumron bo'lib Xitoy o'g'lab ketar balkim. Mushunaq zapas saqlab olganlik uchun Saudiya bilan Ironni ishki bisliqindaq o'ynab keldi. Saudiya neftni Xitoyga qisib qo'ysa, darhol İran o'tirg'i chiqadi. İranning neftni jiroq elish orqali bu ilqi tampongsizlikni Xitoy tushtirib kelmoqchi bo'ldi. Agar İran qisilib qolsa, Saudiya Arabistonga neft oldigan oldiki ikki neft davlatini o'tir sharqdagi ikki neft davlatini qo'ldan bermaslik taktikasini ishlatib keldi Xitoy. Yuqorida o'tib ketganimdek, Xitoy neftininki umumiy neftning 17%ni Saudiyadan, 11%i İrandan keldi. Demak, toplam 28% neft shu Xitoyga Saudiya bilan İrandan keldi. Ammo Saudiya Arabiston Xitoyga undaq azon neft satmaydi, ammo İran 20dan 30%gacha azon sotadi. Chunki İranning Xitoydan boshqa xaridori yo'q. Xitoydan boshqa hech kim İranning neftini olmaydi, chunki Xitoy dunyo bozorlarida neft ilishini cheklangan Amerikaningki iqtisodiy jazosi sababidan. Shundan qaramay Xitoy İranning neftini iliqliq jilladimigan. Endi Xitoyni ultadigan, Xitoyni halokatga qistaydigan ve her vaqt Xitoyni endişelendirib turadigan yana bir muhim nuqta bor. U bo'lsa-mu Malakka bo'g'ozi. Xitoy neftininki 80%ni Xitoy neftininki 80%ni sirtdan eksport qildi. Bu neftlarning 70%i Malayziya bilan Indoneziya o'rtasidagi to'limi tor bo'lgan Malakka bo'g'ozini o'tadi. Agar Malakka bo'g'ozi taqilib qolsa va yoki bir ish bo'lib qolsa, Xitoy sanoati o'ladi. Xitoy halokatga yuzlandi. Buni Xitoy nihoyat yaxshi bildi. Bu xil ehtimolli qosh bilan kirpikning orasida. İran Xitoyninki bu andishalar uchun bir chiqish yo'li. Malakka bo'g'ozidagi qisilib qilish Xitoyning sanoatininki agar mishadan neftlar Xitoyga yetib boramagan vaqtida u Xitoyninki sanoati butunlay o'ldi. Bu qosh bilan kirpikning oralig'ida. Buni Xitoy nihoyat yaxshi biladi degan vaqtda biladi. Shuning uchun İran Xitoyning bu andishasi uchun chiqish yo'li Hurmuz bo'g'ozi. Hozir Hurmuz bo'g'ozida Amerikaningki butun ilg'or qurollarini taxlab qo'yib, ur degan bir buyruqni kutib turayotgan Hurmuz bo'g'ozi. Endi bu yerda ta'kidlab o'tadiganimiz asli masala mablag' selish miqdori emas, balki asli masala shartlar. İran Xitoyga 3 narsani sunug'liq. Birinchisi azon baz tushgan neft. 20%dan 30%gacha baz tushgan neft. Ikkinchi, neftni dollar bilan emas, balki yuan bilan ilish. Bu har ikkisi dunyoning bozorlarini qalayimqonlashtirib turgan tangpongsizlikni
aşırı bitadigan, Amerikani bearam qiladigan meselelerning biri bo'lib, azam bahada Xitoyga neft satqaqda Xitoy dunyo bozoridagi neftlarning bahasiga bu qalayim qaqibdi ham dunyo tartibini buzib o'tganlik. Neftni dollar bilan emas, balki yuan bilan elish degan Xitoyning zo'migarligining, Xitoyning Amerikaga oldiga o'tib ketib dunyoga xo'jayin bo'lish istigining avji yotganligining belgisi. Xitoyninki pul yuan birligini dollarni o'rniga dastitish degandan iborat. Buni ikki qo'llab tovoq bilan Iran Xitoyga sunib beryotdi. Bununla Xitoy sherik bo'lyotdi. Kelajakda Amerikaning Xitoyni qattiq urib o'tishi, Iranning keng urib o'tishidagi yana bir sabablarning birisi bu shu. Üçüncüsü bexatar ve işençilik alda neft setiliş. Bexatar ve işençilik alda Hürmüz boğazı arkalık Xitayning neft setilişi. Saudi Xitayga bundaq Saudi Arabistan Xitayga bundaq bir imkoniyatni sunolmaydi. İran 25 yıldan buyon Xitoyni muqim, azan ve Xitoy mablag'iga bog'lanib qolgan bir energiya manbasi bilan ta'minlab keldi. Bu muloyizamninki texim cho'nqirlagan holda keyingi qismi bor. Bugun muloyizamninki nimashadi oxirlashtirmoqchiman markaziy ideyasini. Keyingi programmamda İran haqida yanımı kechirsizlar. İran haqida yanımı cho'nqir muloyizlarni ib bo'lgan vaqtimizda Xitoyning hozir dunyoda qanchalik ahvolda ekanligini texim yaxshi tushuna olamiz. Endi xotim qismiga kelib qoldim. Programmamning oxirgi uchlariga. Endi men o'tgangi programmalarimda sizlarga Yusuf alayhissalomning qissasini jiq so'zlab o'tgan. Men bu qissaga beklam diqqat qilaman va o'yinaman. Qur'on qissalari ichida men bek jalb qilgan hamma qissalar shundoq. Ammo Yusuf alayhissalomning qissasi, ya'ni 11 qarindosh tarafidan quduq tashvitilgan Yusuf alayhissalomning qissasi biz Uyg'urlarning taqdirimizga bek o'xshaydi. Men o'tgangi programmalarimda degan gapni bekchiq ta'kidlab ketdim. Yanlam o'tgangi programmalarimda shu Yusuf alayhissalomni qutqizadigan bir karvonning Yusuf alayhissalom tashvitilgan 11 qarindoshi tarafidan tashvitilgan quduqninki beshir kelib to'xtaganligi va Yusuf alayhissalomni quduqdan qutuldirib chiqqanligi haqida to'xtalgandim. Shundaq Uyg'urlarning vataniga, Uyg'urlarning shu ziminlarga Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining boshlanish eg'iz bo'lgan Qarqorim tog'larini teshib Xitoy 3 milyondan 6 milyongacha Uyg'urni jazo lagerlariga tashlab Uyg'urlarni yo'q qilish badliga ochgan shu yo'lning beshig'imi bir karvon kelib to'xtaydi. Bu karvonning kelib to'xtashiga sabablarning birinchisi yadro qurollari. Yadro qurollari. Hozir Iranni Amerika yadro qurollarini yo'q qil deb urmoqchi bo'ladi. Xitoynimi yadro qurollarini yo'q qil deb urishning paytimi Irandan keyin yetib keldi deb o'ylayman. Xitoy yadro qurollarini tez taraqqiy qildiryapti. Ham bizning vatanimiz loblarni 70-yillardan buyon, 70-yillardan boshlab sinoq nuqtasi qilyapti. Bu yerga albatta Xitoyning yadro qurollarini yo'q qilish uchun bu lobnurg'imi bir karvon kelib to'xtaydi albatta. Undan boshqa hozirgi Xitoyningki Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qirg'inchiligi nayt ig'ir dunyoviy jinoyat bo'lib, bu jinoyatga o'zi putlarga yugishib, chirmishib, mushnaga putlashib o'zi yo'qaydi oxirida inshaalloh. Alma mazlum ahni chiqar ahista deydi. Turklar Uyg'urcha aytgan vaqtimizda al-qisasi minal haq. Bu minal haqni Xitoy nayt ig'ir badal bilan to'laydi. Hozir jimib qo'yayotganlar bularning hammasi to'planyapti. Jinoyat paketlar to'planyapti. Bu bir kuni kun yuziga chiqadi. Xitoy shu Uyg'ur qirg'inchiligiga chirmishib, o'zi qurgan to'zaqqa, o'z o'rgan ho'lga o'zi tushdi. Shuning uchun bu qirg'inchilik sababidan bu yerga yana bir karvon kelib to'xtaydi deb o'ylayman. Xitoy buni bilganligi uchun nayt jiq mablag' ajratib, nayt bexatarlik idoralarini, soqchilarini ish qilib, youtuberlarni ish qilib, turklardan ba'zi turklarni setib olib bu Uyg'ur qirg'inchiligini yo'q qilish uchun
Vay chet ellardagi Uyg'urlarni, vay mehrlari erib ketib chaqiramu sana. Kelgin. Vay ata-onangni ko'rilib ketgin, ata-onang bilan ko'rishib olgin deb men o'tirsalar cho'piray deb telefonlarni qilib Mushunda qilib bu qirg'inchilikni yo'q qilishga tirishibdi. Qirg'inchilikni yo'q qila olamdi Xitoy. Bu qirg'inchilikni kunni etaklab yapqin bo'lamdi, hargiz bo'lmaydi. Uyg'urlar sabr qilish kerak. Bu paketlar to'planib, oxiri Uyg'urlarning parlaydigan bir kuni yetib keldi. Bugungi programmamda har qitimliq programmalarim shuncha qisqa ishlayman deb urinaman, lekin yana uzun bo'lib ketyapti. Uzun ishlagan vaqtimda nemiga yuz bitigim, ya'ni Facebook'ga, YouTube'ga mudaq yüklash masal ig'rib ketirgan. Yana bir qitimli Xitoy qo'laydiganға az qolganligi haqidagi mulohazalarim bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Aman bo'linglar. Agar imkoniyatlaringlar yer bersa, programmalarimdan yoqtirgan bo'lsanglar, bir tal yurak yoki bir komment, bir ilqim o'zinglarning ko'z qarashlaringlarni yozib qo'ysanglar yoki bir ko'rib qo'ysanglar, men shunga xush bo'lman. Agar unda qilmasanglarmi, ya'ni men ranjimayman. Men faqat bir narsa talab qilish uchun ishlamayapman programmalarimni. Allohga omonat bo'linglar. Kelar qitimda ko'rishguncha omon bo'linglar.